5 kam Yamal degan ta'riflar ham eshitdik. Unda Liverpoolni qo'shmasak, to'g'ri Liverpool bilan ancha qiynaldi. Liverpooldan boshqasi PSJga juda katta qarshilik ko'rsata olganlar. Ofsaydni sun'iy ofsaydni hosil qilish bo'yicha ham bu mavsumda boshqa jamoalarga namuna bo'la oldi. Endi o'zi birinchi navbatda aytib o'tish kerak, futbolimiz hokkey bo'lib ketdi o'zi ham. Assalomu alaykum do'stlar, sport dunyosi 90+ loyihasi yana e'tiboringiz markazida va biz bugun Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finalida bo'lib o'tgan ikkita super o'yin haqida suhbatlashamiz. Ushbu o'yinlar atrofidagi voqeliklar va final o'yin haqidagi fikrlarimizni bildirib o'tamiz va bugun studiyadagi mehmonimiz yana Otabek Tog'ayev bo'lyapti. Xo'p, Yevropa Chempionlar Ligasidagi yana birinchi o'yin, umuman olganda ushbu musobaqaning eng markaziy juftligi bo'lib qoldi deyishimiz ham mumkin. Finalga teng final Inter va Barselona o'rtasidagi to'qnashuv. Birinchi o'yinda ko'rgandik, super qarama-qarshilik bo'ldi, gollar shousi ko'rdik va ikkinchi o'yinda ham eng qizig'i xuddi o'sha birinchi o'yindagi ssenariy qaytarildi. Hisob ham o'sha 3-3 hisobi va qo'shimcha bo'limlarda hal bo'ldi o'yinning taqdiri va ushbu haqida suhbatlashadigan bo'lsak, Inter Barselona uchrashuvida Barselona haqli edi finalga chiqishga, mag'lub bo'lishga haqli emas edi, lekin Inter qahramonlik ko'rsatdi deb ta'rif beryapmiz. Bunga fikrlaringiz? Endi o'zi birinchi navbatda aytib o'tish kerak, futbolimiz hokkey bo'lib ketdi o'zi ham. 7-6 ancha vaqtdan beri kuzatilmagan bunaqa yirik hisob, ayniqsa yarim finalda. O'yinga keladigan bo'lsak, bu yarim finalda Barselona ham Inter ham Chempionlar Ligasining finaliga, ya'ni bu o'yin bilan chiqishga loyiq edi. Chunki Interda biz ko'rdik, Inzaghi haqiqiy italyan futbolini mana va nihoyat ko'rsatyapti bizga va Barselonaga nima yetishmadi? Tajriba yetishmadi. Barselona baribir o'yinchilari yosh, hali bunaqa darajadagi Chempionlar Ligasida 10 yildan beri chiqdi. Endi yarim finalga ozroq tajriba kamlik qildi deb o'ylayman baribir. Inter shuni hisobiga ham Barselonaning taqvimi juda tig'iz bo'lib qoldi-ku. Buni Real bilan 120 daqiqa o'yin bo'lgan edi. Bundan oldingi Inter bilan birinchi bahsda ham ko'rgandik. Charchab qolganning oxirgi daqiqalarida Barselonani va bu safar ham shu qisman kuzatildi. Shuni hisobiga ham Inter biroz ustunlik qildi deb o'ylayman. Endi Barselona lekin o'yin jihatidan Interdan anchagina ustunlik qildi. Har ikkala o'yinda ham o'sha XG foizlari bo'yicha ham, qolaversa to'p nazorati bo'yicha ham anchagina ustunlikka erishdi, lekin natija borasida omadi kelmadi Barselonaning. Aynan eng qizig'i o'zi xuddi birinchi o'yinda bo'lgani singari, endi o'yin ichiga o'tadigan bo'lsak, 2-0 hisobi qayd etildi ikkinchi o'yinda ham birinchi taymning o'zida. Inter hisobda oldinga chiqib oldi. Giuseppe Meazza'da xuddi kim bu yog'iga endi Barsa comeback qila olmaydi degan bir fikrlar ham paydo bo'la boshlagandi, lekin ikkinchi taymda Barsa qaytdi. O'sha so'nggi sekundlargacha 87-daqiqada o'sha 3-gol urdi. Ya'ni 2-0 ni 3-2 ga aylantirdi. Va bo'ldi balki bu endi oxirgi nuqtadar o'yindagi deb turgan paytimizda 90+3-daqiqada Interning markaziy himoyachisi Acerbi durang natijaga sabab bo'ldi urgan gol evaziga va qo'shimcha bo'limlarga chiqib ketdik. Endi qo'shimcha bo'limlarda ko'pincha ko'ramiz, shu bitta gol o'yin taqdirini hal qiladi. Men ham o'z shunaqa deb o'ylagandim. Hozir qo'shimcha bo'limlarga chiqishdi. Bu yog'iga bitta gol endi qaysi jamoa bo'lsa o'sha yutib ketsa kerak deb o'ylagandim va bu jamoa aynan Inter bo'layapti. Endi bu yerdachi mana Flickning kuchli murabbiyligi yana bitta yaqqol misol. Birinchi bo'limda Barselonaning ikkita qanotini umuman deyarli ko'rganimiz yo'q biz. Ya'ni o'sha Martin bilan Erikni. Lekin ikkinchi taymdan keyin yaqqol golli vaziyatlar o'zi ikkita bo'ldi. O'sha birinchisida gol bo'ldi, Martin uzatgandan keyin o'sha Erik Garcia va ikkinchisida bu Zomerning bilmayman, o'rgimchak odam bo'lib berdi. Men o'sha vaqtda qanaqa qilib qaytardi, shaxsan o'zim juda hayron, ishonish qiyin bo'lgan vaziyatdan olib chiqdi. Ya'ni o'sha Barselonada murabbiyning o'rni qanchalik kattaligini ham isbotlab ko'rsatib berdi-da. Endi Flick Barsani bu mavsumda tubdan o'zgartirdi, o'sha hujumkor jamoaga aylantirdi. Xavining davridagi Barselonadan farqli ravishda juda o'zgarib ketdi Barselona. O'zi Xavi davrida faqat shu bitta gol urardi, minimum hisobni qayd etardi, bo'ldi. Bu yog'iga natija uchun o'ynardi. O'sha pragmatikroq o'yin taqdim etardi. Lekin Flick aksincha hujumkorlik taqdim etyapti va hujumkorlik bilan birgalikda o'sha
ofsaydni sun'iy ofsaydni xoslik qilish bo'yicha ham bu mavsumda boshqa jamoalarga namuna bo'la oldi va mana shu juftlikdagi eng yaxshi o'yinchi sifatida shubhasiz birinchi o'yinda Dumfries bo'lgandi eng yaxshi o'yinchi, qanotni portlatib yutib yuborgandi. Kecha ham shunaqa bo'ldi aslida. Lekin ko'proq Yan Zommer birinchi planga chiqdi, chunki Barsada juda ko'plab hujumlar, zarbalar bo'ldi va aynan Yan Zommer qutqardi Interni mag'lubiyatdan. Bo'lmaganda Barsa ishonchli hisobda kecha ana shu o'yinda g'alaba qozonib, bemalol finalga chiqsa ham bo'lardi. Lekin Yan Zommer ham o'zini ko'rsata oldi. Yani ko'proq mana izohlarda yozilyapti, hattoki maqolalar chop etilyapti chet el saytlarida. Finalga ko'proq Yan Zommer haqli edi va u finalga chiqdi deyilyapti. Boshqa futbolchilarga nisbatan. Lekin shuni ham aytib o'tish kerakki, shu gap ham ko'p aylanyapti. Ko'proq tajriba yoshlikdan ustunlikka erishdi deyishyapti. Chunki shu Interning asosiy o'yinchilari deyarli hammasi 30-33 yoshdan yuqori yoshda ekan. Barsada esa bilasiz, hammasi ko'pchilik yoshlar. Yamallar, Kubarsilarni qarang, 17-18 yosh. Ko'pchilik emas, bundan oqarsa deyarli hammasi himoyada ham, yarim himoyada ham, endi Diyongni sal aytmasak, hujumda ham hatto Yamal 17 yoshli bola, Ferran ham katta emas hali. Umuman olganda O'zak anchagina yosh va bu jamoa hali agar Flick bilan davom etadigan bo'lsa, keyingi mavsumda ham yaxshigina o'sishga erishishi mumkin deyishimiz mumkin. Lekin bu yilgi Barsa oxirgi yillardagi eng yorqini bo'ldi shubhasiz va hozir Barselonada endi Chempionlar Ligasi titulini qo'lga kiritish imkoniyati yo'qqa chiqyapti, ammo yagona bu yog'iga eng asosiy maqsadi bu La Liga bo'lib qolyapti. La Ligada ham 7 ochkolik farq va 11-may kuni El Clasico bo'lib o'tadi. O'shandagi g'alaba, agar g'alaba qozonsa, deyarli chempionga aylantirishi mumkin. Shunaqa. Yoki bo'lmasam Real bilan oxirigacha kurashishga imkon tug'ilishi mumkin. Endi La Ligada bir narsa bo'lmaydi. Agar deylik hozir Real g'alaba qozonsa ham orada bir ochko farq bo'ladi va bundan keyingi narsa ham Barselonaning o'ziga bog'liq qoladi. Shuning uchun juda matematika bo'lib yotibdi bu yog'i. Hali bir narsa deyish qiyin endi bu yog'i. Ha, baribir 7 ochkolik farq bo'lsa ham La Ligada ham hali mavhumlik bor. Hali oxirigacha ancha bor. Ya'ni mana bu mag'lubiyatlardan keyin Barselona balki ruhiy nima deymiz, tanqislikka uchrashi ham mumkin. Bu ham keyingi natijalarga, jumladan El Clasico o'yiniga ta'sir qilishi mumkin. Yoki bo'lmasa, endi bu yog'iga hammasi joyida ekanligini, shunchaki bu mavsumdagi bir asosiy titulni endi qo'lga kiritish imkoniyati bo'lmayotganligini e'tirof etgan holda bor kuchini va kayfiyatini keyingi La Liga o'yinlariga qaratishga intilishadi. Endi bu ham o'sha Flickning ishi bu yog'iga, chunki u ham aynan ruhiyat bilan ishlash kerak. Chunki futbolchilarda ruhiyat birinchi o'rinda turadi. Endi o'zi shundoq ham ko'p o'ynashgan Barselona o'yinchilari, juda ham bu Inter bilan 120 daqiqalik o'yin baribir charchoq qanday ta'sir qiladi deb o'ylayman va bu vaziyatdan ham agar Barselona chiqib ketadigan bo'lsa, shubhasiz yilning eng yaxshi murabbiyini berish kerak deb o'ylayman nazdimda. Flickga. Albatta. Va o'zi Barsa Inter uchrashuvida Interning finalga chiqishini kutganmidingiz? Shaxsan men chunki gap bu yoqda men Realga simpatiyam bor yo'qligi yoki Barsaga qanaqadir adovatim bor yo'qligida emas. Interda jamoaga moslashadigan jamoada, misol uchun men Bavariya bilan qanaqa o'ynadi? Bavariya juda yorqin o'yin o'tkazmadi. Inter ham unchalik o'zini qiynagani yo'q. Barsa juda ham yorqin o'ynayapti. Inter ham xuddi shu darajada o'ynayapti. Interga nimadir deyish qiyin-da. Qarshi hujumlarda mana bu Lautaro degani bor-da. Har narsa kutsa bo'ladi Argentinalikdan. Himoyasi, markaziy 3 ta himoyachi bilan o'ynaydigan jamoa himoyasi zo'r degani va qanotdagi ikkita hozir Dumfries bilan Demarko ham menimcha ayni vaqtdagi eng yaxshi qanot himoyachilar. Shubhasiz. Endi Interda bundan olib qaraydigan bo'lsak, bir qator saviyali o'yinchilar borligi ko'rinyapti. Haqiqatan ham tajribali, o'sha o'zining pik darajasida bo'lgan futbolchilar va ular uchun balki ularning ko'pi uchun bu turnir eng katta va eng so'nggi titul musobaqasi bo'lishi ham mumkin. Shunaqa. Shuning uchun ham ular maksimal darajada harakat qilishyapti va Inzaghi ni ham e'tirof etish kerak. Bu yerda murabbiy faktori ham o'ylashimcha juda ham katta o'ringa ega. Chunki aynan Inzaghining Barsani chuqur o'rganib chiqqanligi va kerakli
taktikani qo'llay olayotganligi bu eng katta yutuq bo'ldi, chunki aynan mana shu murabbiy evaziga plus baribir omad evaziga ham baribir jamoa finalga chiqdi deb o'ylayman. Chunki shaxsan men uchun Inter bu turnirning eng kutilmagan jamoasi bo'layapti. Xo'p, ikkinchi o'yinga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi bahs Arsenal va Paris Saint-Germain o'rtasida kechdi. U yerda ham deyarli favorit yo'q edi, lekin ko'pchilik o'sha Arsenalning oldingi o'yinlaridan kelib chiqib, o'sha Realni chiqarib yuborganligidan kelib chiqib, City bilan qanaqa o'yinlar qildi o'sha APL orasida ham, shundan kelib chiqib Arsenal turnirning favoriti bo'lsa kerak deyilayotgandi, chunki Realni chiqarib yuborgan jamoa odatda chempion bo'lardi bu turnirda. Afsuski Arsenal finalga chiqa olmayapti, chunki Paris Saint-Germain ikkita o'yinda ham yaxshigina taktika namoyish eta oldi. Luis Enrique qanday qilib finalga chiqdi deyiladigan bo'lsa, aynan o'zining zargarona taktikalar evaziga chiqdi deyishimiz mumkin, chunki birinchi o'yinda Arsenal maydonida ustunlikka ega bo'ldi, dastlabki daqiqalardan Arsenalga o'yin bermadi va golni urib oldi. Shu bilan o'sha minimal hisobni qayd etib, mana endi o'z uyida Parijda o'tgan o'yindan farqli ravishda pragmatik o'yin bilan baribir o'sha natijani qayd eta olyapti. Bu o'yin haqidagi fikrlaringiz? Parij qanday qilib finalga chiqdi? Men o'ylayman Parij qiynalmadi Arsenalga qarshi. Endi Arsenalni Real bilan o'yiniga, ayni vaqtdagi Real Madrid bilan o'yinga solishtirish, taqqoslash sal noto'g'ri, sababi Real Madrid bu mavsum o'zini ko'rsata olgani yo'q, o'z darajasidagi o'yinni bergani yo'q. Shunday ekan, Parijga keladigan bo'lsak, bu yo'l, finalgacha bo'lgan yo'l nisbatan Internikiga nisbatan osonroq bo'ldi. Endi Liverpoolni qo'shmasak, to'g'ri Liverpool bilan ancha qiynaldi. Liverpooldan boshqasi PSJga qarshi juda katta qarshilik ko'rsata olgani yo'q. O'sha Aston Villa bilan ham garchi javob uchrashuvida bir voqea qolgan bo'lsa ham, Parij o'yinni berib o'ynadi-da ikkinchi o'yinda va Arsenal bilan ham xuddi shunaqa. Arsenalni Parij bilan qiynalgani, endi bu yoqda ham finalga kelib, baribir finalga o'tib ketamiz hozir. Arsenalga ham narsa yetishdi. Bu Parijga Donnarumma juda katta vazifa bajarib berdi. Xuddi Interda Zomer katta narsani bajarib bergan. Juda ham endi aytishdi-ku, Donnarumma ismidan Jiju ismiga o'tishni boshladi deb. Jiji. Buffon bilan baribir adash. Shunaqa. Ha. Haqiqatan ham endi bu bahsda o'sha Donnarummaning ham xizmatlari katta bo'ldi, chunki Arsenalda ham o'sha javob bahsida vaziyatlar ko'p bo'ldi. Shu biroz omad yetishmadi va Donnarummaning harakatlari ham Arsenalning gollariga to'sqinlik qildi. Va shu tariqa bu o'yinda 2-1 hisobida g'alabaga erishib, umumiy 3-1 hisobida endi parijliklar finalga chiqishyapti va endi biz finalda ikkita to'q rangli formada o'ynaydigan jamoalar to'qnashuviga guvoh bo'lamiz. Paris Saint-Germain va Inter. Qiziq. Favorit kim bu o'yinda? Shaxsan men favoritni ko'rmayapman. Ikkalasi ham kutilmaganda finalga chiqqan jamoalar. Parij necha yillar davomida katta yulduzlarni sotib oldi, millionlarni, milliardlarni tikdi, lekin bu musobaqada hech narsa qila olmadi. Endi har yili o'sha Fransiyada chempion bo'lish bu alohida mavzu. Bu uni nima deydi? Ortiqcha e'tirof etiladigan chempionat deyilmayapti-da, Fransiyada chempion bo'lishligini. Lekin YCLda mana endi o'sha oxirgi yillarda ikkinchi marta finalga chiqyapti. Bir marta Tuchel bilan ham adashmasam finalga chiqib yutqazib qo'ygandi. Lekin unda yulduzli tarkibi bor edi. Messilar bor edi. Yo'q, Messi yo'q, Neymar bor, Mbappe bor edi. Ha. Messi ketgandan keyingi davrda bo'lgandi va mana endi finalga chiqyapti. Va bu safar eng qizig'i yulduzlar bilan emas. Ham bor, PSJda hozir 4 ta 5 ta yorqin yulduzlar bor. Donnarumma, Hakimi, mana Kvaratskhelia qishda oldi, Dembele porlab ketdi. Lekin umuman olganda qolgan o'yinchilari aytaylik yulduzlar emas. Mana Duvelar, Barkolyalar mana to'g'ri, endi Fransiya terma jamoasida oxirgi yillarda sekin ular ham o'z o'rnini egallab boryapti, lekin baribir ham oldingi PSG bilan solishtirganda, oxirgi yillardagi PSG bilan solishtirganda yulduz emas va jamoa finalga chiqdi. Va eng qizig'i, Mbappe ketgandan keyin finalga chiqyapti. Mbappe Realga Chempionlar Ligasini yutaman, oltin to'pni olaman deb borgandi, lekin mana u ketishi bilan PSG finalda va katta ehtimol chempionlikka asosiy nomzod ham bo'lib turibdi, chunki o'tgan o'yinlardan kelib chiqadigan bo'lsak. Juda ko'p taqqoslov bo'ldi-da o'zi, oldingi o'sha finalga chiqqan PSG bilan hozirgi PSG.
Oldin finalga chiqqani, adashmasam 2020-yil Covidga to'g'ri kelgandi, karantin bo'lib, muxlislarsiz o'tgan. Finalda Bavariya bilan o'ynagan va Kings League Command degani bosh bilan urib ketgandi. Bu Parij bilan hozirgi Parijda farqi nimada? U Parijda garchi yulduzlar bo'lsa ham yaxshi o'yin ko'rsatgan, jamoaviy ko'rsatgan. Unda Neymar bor edi. Neymar mag'lubiyatga uchratgan jamoani yaqqol o'zi tortadigan futbolchi. O'zim nimadir qilaman deydigan futbolchi-da. Hozirgi Parijda bunaqa futbolchi yo'q. Chunki murabbiy so'zi o'tadi. Har bitta nuqtada o'zining liderlari, o'zining nomlari, o'zining eng zo'rlari bor. Misol uchun himoyada ikki qanot himoya Hakimi bilan Mendes qanaqa darajada hozir yoki yarim himoyadagi Vitinha, Fabian Ruizlar va hujumda ham Xvecha san'atkor deylik taqqoslashga to'g'ri bo'lsa agar Dembele qanaqa formaga chiqib ketdi hozir. Duellar ikkinchi Neymar deyilmoqda yoki Yamalning 5 takam Yamal degan ta'riflar ham eshitdik. Bu Parij ancha farqli narigi finalga chiqqan Parijdan. Chunki bu yerda murabbiy so'zi ham bor-da. Jamoaviy o'yin ustunroq, yaqqol darajadagi futbolchiga qaraganda. Ha, o'zi shuni aytib o'tishimiz kerakki, shaxsan men o'zim shunaqangi fikrdamanki, mana bu Chempionlar Ligasining yarim finalga chiqqan 4 tala jamoada ham murabbiylar faktori ajoyib rol o'ynadi deb o'ylayman. Shunaqa. Luis Enrique PSJni chinakamiga yangidan qura oldi va jamoasini tuza oldi. Yaxshigina jamoasini. O'zi oldingi o'sha yulduzli jamoalarda bunday o'ylab qarasangiz, top murabbiylar bo'lmaganda. Top murabbiylar bo'lmagan va bu ham natijaga ta'sir qilgan. Bu yog'iga endi Enrique baribir top murabbiy, o'sha Ispan jamoalarida, Barselonada ishlagan mutaxassis, o'sha Barsacha nima deydi, xarakterni, taktikani PSJda ham qo'llay oldi. Agar finalda PSG Barsa o'yinini ko'rganimizda ancha qiziq bo'lardi-yu, endi bu yog'iga Inter chiqib qoldi. Va o'sha Interdagi murabbiy Inzagini ishlari a'lo darajada, Arteta ham yaxshigina o'sib kelayotgan murabbiy va har doim ikkinchi o'rinni olyapti. Mana oxirgi 3 mavsumdan buyon APLda bu yil ham katta ehtimol ikkinchi o'rinni band etadi, chempionlikka yeta olmayapti. Va qaysidir ma'noda bu yil endi Chempionlar Ligasida ham ikkinchi bo'lmasa ham o'sha oxirgi ikkinchi o'sha play-off bosqichiga yetib borib o'z yurishini to'xtatyapti. Eng qizig'i baribir Arsenal uchun o'sha Realni chiqarib yuborganligi sensatsion natija bo'ldi. Shunaqa. Va qaysidir ma'noda bu bilan PSJga imkon berdi-ya. Mana Arsenal nima uchun PSJni yuta olmadi? Boshdagi 20 daqiqa Arsenal zo'r o'ynagandi. Real nima uchun yutdi? Real comeback qiladigan jamoa. Realni faqat Barselona yutardi. Nima uchun? Chunki Barselona 2-0 yutadimi, 3-0 yutadimi to'xtab qolmaydigan jamoa edi-da. Qancha vaziyat bo'lsa shuncha urishga harakat qilardi. Arsenal Real bilan o'yinda xuddi shunaqa ish qildi. Umuman orqaga qaytish niyati bo'lmadi, faqat oldinga boraverdi. PSJga nega bu ishni qila olmadi? Boshda 20 daqiqa faol boshlagandi startda, lekin to'xtab qoldi. Himoyaviy o'yinroq ko'rsatishga harakat qildi-da, bilmadim. Qarshi hujumlarga ishonib qoldimi? O'sha boshlanish startdagi o'yinni ko'rsatganda edi 90 daqiqa. Biz umuman boshqa ssenariy ko'rgan bo'lardik. Lekin unaqa qilmadi. Va bu Parijning foydasiga bo'ladi. Ha. Shunday qilib, demak, biz endi finalda Inter va PSG uchrashuvini ko'ramiz. Va final haqida endi ikki og'iz asrimizdagi ajratilgan vaqtimiz ham tugab boryapti. Mana shu final haqida, final atrofidagi voqeliklar, natija borasida ikki og'iz fikr bildirsak. Finalda hozir hech narsa bo'lmaydi, chunki albatta Barselona chiqqanda bizni ajoyib, fantastik o'yin ko'rgan bo'lardik, lekin Interni ham ko'rdik. Yuqorida aytib o'tganimizdek, jamoaga moslashishni biladi Inter. Agar Parij ochiq kurashni taklif qilsa, Inter qaytadigan jamoa emas. Himoyani zo'r ishlab beradi va hujumga kelganda o'z vaziyatida bittadan ikkita vaziyatdan foydalanib ketadi. Va bir ikkita taxminlar ham chiqdi, o'zi yozishdi. Bu o'yin asosiy vaqtlar 0-0 bilan tugasa kerak, chunki ikki tarafda ham oltin qo'lqopga da'vogar, yaqqol da'vogar ikkita darvozabon bor deb. Endi bu yerda qarama-qarshiliklar juda ham o'xshash va ko'p. O'sha markazdagi uchlik ham, qanotlar ham, hatto darvozabonlar ham, hujumchilar ham Dembele bilan Lautaro oltin to'pga asosiy da'vogarlardan biri bo'lib qoldi. Endi xohlaymizmi yo'qmi o'z-o'zidan taqqoslash kerak bo'lsa, har bitta pozitsiyada o'zining ayni vaqtdagi eng zo'rlari bor. Shunday ekan, nimadir deyish qiyin. Nimadir deyish qiyin. Hamma narsa kutsa bo'ladi bu. Taxminiy hisob, natija borasida fikrlarim yo'q. Men ham shu tarafdorman, shunaqa deb o'ylayman. Asosiy daqiqa 0-0 bilan tugaydi yoki kattaroq hisob bo'lsa ham asosiy daqiqadan ekstra daqiqalarga o'tiradi.
Ha. Chunki bir-biriga yutqazishni xohlamaydigan va murabbiylarni ham o'yini bo'ladi-da bu. Albatta, aynan murabbiylarning ham uchrashuvi bo'ladi o'ziga xos va bu o'yinda taxmin bildirishga odam hozir ojiz bo'lib turibdi, chunki o'tgan o'yinlardagi natijalardan kelib chiqib, Shunaqa. hamma narsa bo'lishi mumkin deymiz. Gollar shousi ham ko'rishimiz mumkin finalda yoki o'sha minimal hisob o'yin taqdirini hal qilishi ham mumkin. Bir narsa deyish qiyin. Albatta buni kuzatuvchilarimizga ham qo'yib beramiz. Izohlarda final haqida, u yerdagi qayd etilishi mumkin bo'lgan hisob haqidagi fikrlaringizni albatta yozib qoldiring. Qani kimda qanaqa fikrlar? Bu ham qiziq. Shunday qilib, Chempionlar Ligasidagi asosiy mavzu mana shu edi. Sekin-asta mavsum ham yakuniga yetib boryapti va final bittagina o'yin qolyapti. Ushbu bahsdan keyin shu bilan 2024-25-yilgi Yevropa Chempionlar Ligasi mavsumi ham nihoyasiga yetadi va biz chempionni bilib olamiz. Inter Italiya yoki PSG Fransiya jamoalaridan bittasi aynan chempion bo'ladi. Bugun ushbu bo'lib o'tgan asosiy o'yinlar haqida suhbatlashishga va fikr almashishga harakat qildik. E'tiboringiz uchun rahmat. Mehmon bo'lgan Otabekka ham rahmat deymiz. Sizga rahmat. Va nasib yana kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.